Qaysi vitaminlarni analizlarsiz qabul qilsa bo'ladi? Qaysilarini esa mutlaqo yo'q, bilasizmi? Ko'p ayollar vitaminlarni o'zicha qabul qilishadi, lekin har bir vitamin ham analizlarsiz ichilmaydi. Shu bilan birga shunday vitaminlar borki, ularni to'g'ri dozada tanlansa, nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Masalan, bulardan birinchisi vitamin D va uning K2 formasi. Bu gormonlar muvozanatini to'g'ri saqlashga, suyak to'qimalarini ta'minlanishiga va sochlar jilokorligi, eng muhimi yaxshi kayfiyat uchun muhim hisoblanadi. Ikkinchisi bu magniy. U sizga chuqur uyquni ta'minlaydi va kun davomida asabiylashmaslikka yordam beradi. Uchinchisi omega 3. Bu demak qon tomir yurak sistemasini sog'lomligi, terini silliqligi va sochlarning jilokorligi uchun juda zarur. Va albatta koenzim Q10. Bu ayollarni yoshartiruvchi va ajinlarning chuqurligini kamaytiruvchi vitamin hisoblanadi. Ayollar salomatligi uchun foydali va ishonchli videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'ling. Ammo esda tuting, temir, kalsiy, yod, shunga o'xshash vitaminlarni gormon tizimiga ta'sir qiluvchilarni ayniqsa analizlar javobsiz o'zboshimchalik bilan qabul qilish mumkin emas. Siz hozir qanday vitaminlarni qabul qilyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring.